Bu joyga kirishimiz uchun bizga bitta yaxshi ochuvchi kerak. Wow! Amaqa, men bitta shunaqa damka o'g'lan bilan ochadigan. Bizga hammani ketini ochadigan emas, любой eshikni ochadigani kerak. Bor bitta shunaqa samaqa. Amerika chegaralarini ochgan. Eshik nima bo'libdi? Jinnimi bu ne? Bitta bankani ocha olmayapti-yu. Yo'q, o'zim jinniniga soat tamaqa. Akala qismni qanday bo'lishamiz? Senga 10dan biri. Teng bo'lamiz. 80 ga 20. Rostdan ham jin ekan. Men tayyorman. Shogir, sen bormaysan. O'tirganim kichkina ko'raman sizga. Agar bormasam, militsiyaga aytib beraman. Voy, agar bormasam, xotinimga aytib beraman. Xotinimni qanaqaligini bilmaysan-da. Qo'tash. Oma aytib qo'y. Qo'lga tushsang, asabimga margat qilib bir-biringni sotishma. Erkak kishi sotmaydi. Senlar chapdan, men liftdan. Bugun seni birinchi ish kuni. Sen buni uddalaysan. Qo'rqma. Akam emas, meni majburlashdi. Ikki kishi majburladi. Pasportlari ham bor ekan. O'pkalanishmas, kellar sinab ko'ruvdi. Kim u? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Jippillamay mana uni ishlatish kerak. Mososramay o'lish, kino qilib yuborishning po'lat o'ynab, lazerlar taydan o'tib, Flavisda yangi chiqqan nokligi do'konlarda to'lib yotibdi-yu. Ko'zingga ko'rinyapti. Hammasi yaxshi. Cho'chima, bu yerda sen bitta o'zingsan. Hammasi yaxshi. Flavis, yangi nokli ta'mini hamma do'kondan topasiz. Ishini yurish uchun nima deysiz? Ya oğlum. Voy, bizga tushir. Voy. O'g'lim endi uchamadi. Hamma uchadi endi dada. Har doim choyxonadan uchib kelardingiz, endi uchib kelar ekansiz-da. Ana rais bu ana qara ana nimalar bo'lyapti rais bu. В тот день наши колхозы интересные вещи получился. Бозорбоя сын Абдулладжон изменил наш кишлак за один день. Райус было только ел, ничего не изменил. Ketmanini pastga tushir. Tezlikni oshirding. Tushir pastga. Xo'p bo'ladi. Да, даже в воздухе tinchlik нету. Наши бизнесмены сразу на воздух установили радары. Они из воздуха деньги делают. Эх, ноинсоны. Raisbo, hisobimizni qalatishlar bo'lyapti, Raisbo. Nima gap, tinchlikmi? Raisbo. Tushuntiribroq gapir. Qopti. Suv avtobusga kiradi. Qayerda? Hayda. Raisbo. На участке Бозорбоя вырос вот такой Флавис, вес 3 тонны.
Bozorboy его сын Abdullajon из гранат делали новый баночный Flavis. Rais buva попробовал Flavis и ему понравился. И Bozorboy настроение поднялся и сказал: Abdullajon, shakarsan, shakar! Колхозе только у Раис бува кетман не летит. Раис бува сегодня пошел табибу, чтобы кетман летел. Ota, nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Yo'q, ketma uchmayapti. Endi uchadi. Hozir ko'ramiz-da. Ayollarda bormi ayollarda? Men ushaman. Allohu akbar. Xabaringiz bor, Willy Wonka Yameli shkotlariga 3 ta tilla chipta yashirgandi. Ulardan 2 tasi topildi. Chiptani birinchi topgan bolakay semiz g'irt to'nka bola bo'ladi, ko'rasizlar. Oyam qo'shniga sizob chiqinib chiqaradilar. Keyin stolisini qarasam, Yameli shkotlari turgan ekan. Sразу olib o'g'lab olib chiqib qoldim. Ichidan bo'lsa oltin chipta chiqdi. Faqat bunaqa hech kimga qo'yishga kerak emasdilar. Voy, buni hamma ko'ryapti-ya. Hech kimga qo'ymaysizlar, sizlar. Bu hokima ko'ryaptilar, voy. Keyingi chiptani kamida bitta boyvachchani bolasi yutib oladi, qarab. Bo'ldi. Chiptani qanday qilib yutib oldingiz? Bolajonim shunday yonimga keldida, patara buzdirib yuborib, menga oltin chipta olib bering deb aytdi. Menga oltin chipta topib bering. Top ber. Shunday Willy Wonka telefon qildimda, kelib tashab ketdi. Yana bitta chipta qoldi. Bu qaysi omadli insonga nasib qilarkan? Bolam, bobing bilan maslahatlashib tug'ilgan kuningga pensiya pulimizga Yameli shkolatini olgan edik. Gazga to'lashinglar kerak edi-ku. Gazda ovqat qilsak, kosam to'qarmas ekan bolam, uloqa. Oltin chipta! Kendi Gold qandolat fabrikasiga xush kelibsizlar. Men Willy Wonkaman. Willy Wonka emas, Willy Bonka bo'lib qolsan-ku. Marhamat. Bu yerda italyanskiy kekslar tayyorlanadi. Voy, xudoyim. Eshitishimcha beva ekansiz. Ha, shunaqa. Men ham bevaman. Nima ajrashgansiz? Ha, o'lsin, mo'ylovi bor edi. Lekin menga umuman yoqmasdi. Lekin o'ziga yarashardi. Bar menga yoqmasdi-da, mo'ylovi. Siz operatsiya qiling-da. Yo yoqardi, yo yoqmasdi. Fabrikamizning asosiy shirinliklaridan biri Yameli. Ada, mag'lub bor ekan. Sizga ilindim. Voy, rahmat. Voy, buncha ham shirin bola ekan-a. Otda sen kim bo'lasan? Sizga o'xshagan beva bo'laman shakilli. Ana endi sizlar sho'tdagi shirinliklarni xohlagancha yesanglar bo'ladi. Tekinga. Bo'lsa. Fabrika. Shu bizanikilarga tekinda bo'lmaydi-da. Sharmandalar, ko'rmaganni ko'rgani qursin. Ichkarida olib yedi-da, o'zing bilan olib ketib balo bormi? Men Jahongir Kurozo. Bu orolga tushganimga ham qariyb 2 yil bo'ldi. Xotindan qochib shu orolga kelgan edim, ortga qayta olmay qolib ketdim. Bu orolga tushish uylanishdek gap ekan. Qadam bosdingmi, tamom, ortga yo'l yo'q.
Bu yerda juma kuni Jumavoy bilan tanishdik. Robinzon, Jumavoy. Jumavoy. Robinzon. To'g'ri. Robinzon. Jumavoy. Juma, Piyotnitsa! shanba, Shestnitsa! yakshanba. Voskraski! Ay. Jumavoyni beli. Jumavoyni beli. Mening og'riyaptimi? Uyga borsak seni tabibga boraman, silab davolaydi. Agar yordam bermasa, tuf-tuflab davolaydi. Payshanba. Payshanba? Jumavoy sabr qil. O'zim seni uylantirib qo'yaman. Gol. Oyoq. Aha. Bu futbolchilarimiz. Bu safar ham omadi kelmadi. Tabib. Tuf. Bularga tabib tupursa ham yordam bermaydi. Jumavoy uxlaydi. To'xta. Yo. Bu meni xazinam. Artel muzlatkichi juda zo'r. Super freeze funksiyasiga ega. Tez muzlash imkoniyati 90 daqiqa. Seyfli qulf. Mahsulotlarni himoya qilish uchun zanglamas, po'latli mustahkam qulf. Qalay? Zo'r. Agar bunda uxlasang, payshanbani esdan chiqarasan. Nimaga otyapsan? Tadbirkorlar shotga radar qo'yib tashlashibdi. Endi suvda ham yura olmaymizmi deyman? Jim bo'linglar. Bizning asosiy maqsadimiz boshqa. Artel xazinasi baribir meniki bo'ladi. Olma! Robinzon. Kim kelyapti? O'sha kun keldi. Tez bo'laring. Menga qara, shuncha boyligimiz bo'lib turib, qattagadir xazinani oldiga kelib. Qo'y. Bu xazina elektr energiyasi uzilgandan keyin 24 soat sovuq ushlab turadi. Tushundingmi? Tushundim. Ana uni olib kellaring. Xazina qani? Yo'q, Gapir dedim. bilmayman. To'xta! Kim u? Buxgalteriylarmi? Senlarga nima kerak? Xazinani olib ketgani keldik. Men shu yerda ekanman, xazinani olib bo'psan. To'pponcha! Yaxshilikcha xazinani menga ber. Bo'lmasa, to'pponchamdan o'q chiqadi. Yoki nimaga otmadlaring? Mana hamma o'g'larni radarlarga otib tashladi. Ochar. Senlarga o'z uyimni qoldirib ketyapman. Xayr, alvido. Jumavoy! Xazina Robinzonga. Payshanba Jumavoyga.